Birinchi mestada o'tiribman. Aynidan karabina. Aeroport bilan xayrlashyapmiz. Ana. Birinchi mestada o'tiribman. Bir o'zim. Sog' salomat yurtimizda yashatirmiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa bilan xayrlashdik. Ka'ba bilan xayrlashdik. Madina o'ta go'zal shahar ekan. Madinada Muhammad payg'ambarimiz bor ekan. Ka'baga bordik, Ka'balardan sayr etdik, ziyoratladik. Hamma xursand bo'lib qaytdik. Ka'bada Makka bor degan ekan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa payg'ambarimiz shularga borib ziyorat etib, Ibrohim Xalillarning oyoq qo'ygan yerlarini ko'rib, ziyoratlatib qaytdik. Hammamiz xursandmiz.